Bugün soqqani borini yeyman bu yerda. Ha, chuchmal qani? Tushunmadim. Ochishni olasan. Kechirasan, tiyib ketdim. Ancha aql qilasan. Ur. Tur hayda bu yerda men ishlayman. Vrachka. Normal kuta toshgan, xo'pmi? Tushunmadim. Ur, nima qarab turibsan? Ur. Maslahatim bunga tegma. Надо подкачаться, надо подкачаться, надо подкачаться. Meni zo'rladi. Zo'rladi deb oshirib yoribsan-da, qanday zo'rlaydi seni? Zo'rlatdi meni. Zo'rsan deb tur o'rdi-da. Qanday ko'zingga urgan bo'lsa qolgan joylaring sinib ketadi. Bular menga nisbatan borku, psixologik o'dalar bo'ldi-da. Vaqtida kalbasa jiyishga borku, pulimiz yo'q edi. Shantajchi. Demak, ariza yozamiz, ha? Yo, ariza yozmaymiz, kelishib olamiz. Mayli, bir safar xo'p deng, men becharam ko'nglim bo'shda. Shuni ursa yana xo'p deb ketaveraman. Bunchalik urganim yo'q lekin. Chol ko'p gapirma, eshityapman. Chalishni bilmaymanmi? Urishni bilasan, ha? Toza borku bir skripka bol ekansan-da. Yuksalishga o'zi nimaga keldik? Bilasanmi, meni jomon ko'rsang ham faqat seni o'ylab yuraman. Hayda tez. Terpila bo'lsam halol terpilaman. Menga birida bir so'm ortiqcha pul kerak emas. Olsam mehnatimga yarasha olaman. Men ham kerak emas menga haligi birida oltita jomonatli bo'lish. Xo'p, nima qilishim kerak endi? Yuksalish do'konlar tarmog'ida juda katta aksiya ketyapti. Ko'rdingmi, seni o'ylayman. To'xta. Mana buni kirmoqni olamiz, maylimi? Seni o'ylab yuraman men. Bu yerda 17-martdan 17-aprelgacha juda katta aksiya ketyapti. Agar 4 million ziyod narsa olayotgan bo'lsang, ko'plab qimmatbaho maishiy texnikalar yutib olishing mumkin. Soppa so'qolgansan o'zing. Voh. O'zimdan o'tgan o'zim bilaman, jo'ra. Bekor urdim dey shuni. Anshida urushga oraslardan bekor urdim-da deb jurasan keyin. Hayda tezlashtirib. Eng asosiysi bu aksiya doirasida umraga yo'llanma yutib olishing mumkin. Bundan ham tashqari 31-martgacha mebellarga 10% chegirma ketyapti. Agar mashina olib turayotgan bo'lsang, mashinani ko'p ish qilamiz. Sen baxtimga sog' bo'l, xo'p? Seni yaxshi ko'raman. Alo? Orderamiz MCZ ishtadi. Ha, bizda hozir juda katta aksiya ketyapti. Agar ikkita mush urayotgan bo'lsangiz, bitta orqamga tebish qo'shib beriladi. Ha, orqamga tebish.